Bugun somsa tayyorlaymiz, ammo ushbu somsaga xamir tayyorlamaymiz. Ushbu retsept ishdan charchab, horib kelgan bekajonlarimiz uchun. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Avval nachinka tayyorlab olamiz. Bizga 200 g qiyma kerak bo'ladi va 2 dona piyoz. Piyozni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. 1 dona kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib olamiz, chunki nachinkamiz juda ham mayingina, yumshoqqina bo'lishi kerak. Endi tabiga qarab tuz solamiz. Zira solamiz va kashnich urug'i solamiz. Va yana mana shunday hidsiz o'simlik yog'ini solamiz. Ketgan mahsulotlarni barchasini opisiya bo'limida qoldiraman. Sarlavhani bosib, kirib ko'rib olishingiz mumkin. Qiymamizni yaxshilab g'ijimlab bir chetga olib turamiz. Endi bizga tayyor mana shunday lavash xamirlari kerak bo'ladi. Bitta qadoqlangan pachkaning ichidan 3 dona mana shunday varoqlik lavash xamirlari chiqadi. Lavash xamirlarini bir-biridan ajratib olamiz va stolimiz ustida bir donasini qoldiramiz. Lavash xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib olamiz, ya'ni 4 dona lenta shaklida qirqib olishimiz kerak. 1 dona lavash xamirimizdan 4 dona mana shunday lentalar hosil bo'ladi. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Bizning kanalimizni kuzatib turganingiz uchun sizlardan minnatdormiz. Agar siz mahsulotingizni yoki bo'lmasam tadbirkorlik faoliyatingizni xalqimizga mukammal ravishda yetkazib berishni xohlasangiz, kanalimizga reklamalaringizni joylashingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlarini ekraningizda qoldiraman. Xamirlarimizni mana qirqib, lenta shakliga keltirib oldik. Endi xamirimizning ichiga sariyog', margarin yoki bo'lmasam somsalar uchun qanaqa yog'dan foydalansangiz, mana shuni surtib olasiz. Men Appetitu nomli margarinlardan surtib oldim. Endi xamirimizni bir chetiga qiymani solamiz va ustini yopamiz. Xamirimizni xuddi shu ko'rinishda choykani choykaga keltirib, uchburchak shaklida mana shunday o'rab chiqamiz. Somsalar juda ham oson, xuddi uchburchak somsaga o'xshab bo'ladi. Lavash xamirlarimizni hammasini xuddi shu uslubda tayyorlab olamiz. Menda mana shu bitta pachkadagi lavashda mana 12 dona somsa chiqdi. Ustiga esa tuxum yoki bo'lmasam kefir surtib chiqamiz. Kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Shunda O'zbek Qaynona TV kanali xonadoningizga mehmonga boradi, barcha retseptlarini olib. Tuxum surtilgan somsalarning ustini esa kunjut va sedana bilan bezatib qo'yamiz. Lavash xamiridan tayyorlangan somsalarni qizib turgan duxovkaga jo'natamiz va 200 gradusda 35 minutda pishirib olamiz. Siz hali ham sifatli go'sht mahsulotlarini qidiryapsizmi? Unda Andijon shahri O'zbekiston ko'chasida joylashgan To'rtko'cha go'sht mahsulotlari markazi brendi ostidagi go'sht do'koniga tashrif buyuring. Bu yerda siz eng halol va sifatli bo'lgan go'sht mahsulotlarini xarid qilasiz. Do'konda siz izlagan yarim tayyor go'sht mahsulotlari po'stinba, qazi, qarta, hasip, tush, o'pka, kamqonlar uchun bankaga dimlangan til sho'nkasi va xaladeslar, hattoki tovuq go'shti va pishloqlar ham mujassam bo'lgan. Barchasi xaridingizga muntazir. Asosiysi ushbu go'sht do'koniga asos solinganiga 35 yil bo'ldi. Oilangiz uchun va to'y va marosimlar uchun To'rtko'cha go'sht mahsulotlaridan sotib oling. Bu dargohdan hali hech kim norizo bo'lib ketmagan. Zarurat bo'lganda ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Shiorimiz halollikda baraka bor. Oradan 35 daqiqa vaqt o'tdi. Somsalarning ovozini eshityapsiz. Juda ham zo'r bo'lib, sochni bo'lib pishib chiqdi. Duxovkadan somsalarni olamiz va ustini chiroyli qilib yog'lab qo'yamiz. Mana bizni lavash xamiridan tayyorlangan somsalar juda ham zo'r bo'lib chiqdi. Ishdan charchab, horib kelganingizda farzandingiz somsa tayyorlashni xohlab qolganda, siz xuddi shu somsalardan tayyorlab bering. Barchangizga yoqimli ishlar tilab qolaman. Ushbu somsalarni xamir qilishga erinib turgan bekajonlarimizga jo'natib qo'yasiz. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.